Bilasizlarmi? Juda ham ko'p odamlarda uchraydigan bitta kamchilik bor. Bu qaysi kamchilik ekanini hozir sizlarga aytib beraman. Odamlar asosan qilmagan, ya'ni amalda sinab ko'rmagan ishni qilishdan qo'rqishadi. O'xshaydimi, yo'qmi? Stop. O'xshaydimi, yo'qmi bilish uchun avval sinab ko'rish kerakmi? Qisqa qilib aytganda, odamlar sinab ko'rishdan qo'rqishadi. Va shu narsalarni inobatga olgan holda sinab ko'r loyihasiga qo'l urdim. Bu loyihada sizni va meni qiziqtirgan barcha narsani birgalikda sinab ko'ramiz. Prям barcha narsani. Loyihamizning bugungi soni Chorsu bozorida. Da o'rtoqlar, ko'rib turganingizdek, loyihamizning bugungi soni Chorsu bozorida. Bugun sizlar bilan Chorsu bozorida bir kun ishlab qancha pul topsa bo'ladi va qancha mehnat talab qilishini video davomida birgalikda bilib olamiz. Assalomu alaykum o'rtoqlar, tuzumsizlar? Xullas Chorsu bozor keldik. Bugun kunni boshlash uchun kechasi bilan uxlamadik, soat mana 5:30 bo'ldi. Hozir birinchi qiladigan ishimiz kartoshka, sabzilarni sortirovka qilish kerak ekan. Undan oldin kiyim alishtirib olamiz. Xullas ketdik ishga. Короче, kiyim alishtirib oldik mana. Endi men piyozlarni sortirovka qilish kerak ekan. Lekin ishni boshqursa ham bo'ladi. Короче, mana qopchalarni ajratamiz. Qopchasini qopga, sredniylarini вот men paketga ajratib chiqish kerak edi mana shularni. Bu yoqqa olib qo'y. Va shu piyozlarni saq qilish kerak ekan. Shuni qilamiz birinchi. Menimcha kattasi qolmadi. Endi sredniy yig'amiz ekan. Biz 5:30 da keldik-da. 5:30 da kelib, endi o'zimizcha bozorda hech kim yo'q, erta kelib qo'ydik deb o'ylasak, ha, bu yoqni olgin. Bu yoqda hayot qaynayotgan ekan-da. Biz kelib ko'rdik, o'shanda bildikda. Bu erta kelish uchun где-то 1-2 da kelishimiz kerak ekan-da. Hadi şu GoPro'yu patchlayayım. Tamam, niye vereyim? Ha? Ha? Короче, bitta qopib bo'ldi mana. Mana shuncha. Endi keyin qopga yo'qdi. Reklama stoy. Şunu kokma. Bıçağımı yok mu bunga? Yechiladi mi? Assalomu alaykum. Ha, ochib bo'lmayapti-da. Короче, mana mashqlarni qildim. Endi menga boshqa ish chiqib qoldi. Pomidor ajratishim kerak. O'shanga ketaman. Avval joyga qo'yib qo'y. Короче, chirigan pomidorlarni ajrataman. Mana qaraydi. Hozir bu normalniy, bu chirmagan bu. Mana men bu chirib, уже yeb bo'lmaydi bu. To'g'risini aytish kerak. Chirigan pomidorlarni ajratishga juda ham qiynaldim. Chunki urilgan bilan chiriganni ajratish juda ham qiyin ekan. Menimcha chirigan deb urilgan pomidorlarni ko'pini axlatga tashlavordim menimcha. Savdo qilamiz hozir. Просто hozir men qiladigan ishlarim bor. Keyin savdo qilaman. Ularni qolishim kerak-da. Bitta savdo o'tib ketsam bo'lmaydi. Endi любой ishxonaga birinchi borganda anaqa ko'tarilib ketmaydi. O'shaning uchun sekin-sekin etap-etap bo'ladi. O'shaning uchun men ishdan qolish kerak birinchi. Короче, bizda yangi missiya, men chiroyli taxlashim kerak. Bolgarskiy, qizil. Hamma yaxshisini oldiga teryapman. Chiriganlarni tegidi. Bu klient chaqirish uchun. Hech marketingda. Sortirovka chiqamiz, polniy bu yoqni. Bir soatlarda odam ko'payadi. Sotish uchun. Hamma olib qo'y.
Okalar bizga kofe bilan bo'lishga berishdi. Zavtrak bu. Zo'r ketadi-yu. Ha? Bo'ldi endi savdoga o'tamiz. Bu tayyor, sotishga narsalar. Shunaqa? Xullas savdo qilishdan oldin narxlar bilan sizlarni tanishtirib ketaman. Karom donasi 10 ming. Qovoq 5 ming. Islom kilosi 45 ming. Baqlajon 6 ming kilosi. Bolgarskiy qizili 8 ming. Bolgarskiy yashili 12 ming. Karom 15 ming. Ro'zi pomidorlar 8 ming. Bular oddiy pomidorlar 6 ming so'm. Bodringlar 18 ming kilosi. Baqlajon aytdim. Buyog'i sabzi. Bular 5 ming so'mdan, yurganlari 7 mingga sotiladi. Kartoshkalar 5,5 mingdan. O'qdim. Piyoz kilosi 3 ming. Olib 2,5 ming. Olib 2,5 ming so'mdan berishadi. Bular shunaqa endi savdoni boshlasak ham bo'ladi. Narxlardan tanishib oldik. Keling xola. Rushan bilmayman. Odam kam bugun cho'ta bor, o'shaning uchun. Keling salom. Keling salom. Mana savdoni ham boshlab oldik. Lekin odamlar boshlanishiga kelib faqat narxlarni so'rab, hech narsa olmasdan ketib qolishdi. Keling salom. Hech kilo bering. Keyin unaqa bo'ti deb yaxshilab o'ylab ko'rsam, odamlar meni syomka qilayotgan kameradan qo'rqishayotgan ekan. Shuning uchun operator joyini o'zgartirishga majbur bo'ldik. Mana. Kelib turing. Kun suvchi, nabarot ertalab 4:30da keldim. Issiq edi-da. Hozir suvib ketdimi? Shuni to'g'ri. Abetga odam ko'payyapti. Ertalab hamma uxlab qolganmi? Keling, salom alaykum. Salom alaykum, keling. Pomidor nechta? 8 ming so'm. Ro'z. 6 ming. Bodring nechta? 17 ming. Bu bodring qanday ketdi? Necha kilo, aka? Pomidor bering. Necha kilo? Shundanmi? Shundanmi? Ro'zingmi? 7 ming bering. 2 ming. Bilmadim, nimagadir shu paytda gapira olmay dovdirab qoldim. Yaxshi ham yonimda sherigim bor ekan. Bu situatsiyada meni olib chiqib ketdi. Kilo 15 bering. 2 kilo bo'ladi. Qizilroqdan qiling. Sizga mana. Shundan to'g'rilab turish kerak. Kamayib qoladi, sotilgandan keyin joyini to'ldirib turish kerak. Chiroyli-chiroylisini oldiga qo'yib, qunlarni orqaga qo'ysa ham bo'ladi. Keling, assalomu alaykum. 5 ming so'm. To'g'risini aytsam, juda ham ko'p odamlar keldi. Juda ham ko'p savdo qildik. Iloji boricha videolarni qisqartirdik. Sizlarni ko'p vaqtinglarni olib qo'ymaslik uchun. Tamam. 10 ming so'm bo'ldi. Mana. Operator tashqarida turib zerikib ketganidan nima bo'lsa bo'lsin, ichkarida syomka qilaman dedi. Ikkalab kelganlar. 17 ming. Necha kilo bering? Shundanmi? 12 ming. Necha kilo? Ha? 6 ming. Ha. Shundan 1 kilo? Qizil nechi? Qizil 7 ming. Arkasi mayda ekan. Qarang. Kiligidan berolmi, aka? Ashtadan olsam?
Mana aka, ichida. 1 kilo. Men svejda olibdan tashlang. Aka faqat svejda qolgan qolib ketadi-ku. Aralashib qilib beraman cho'tga Bo'lmasa qilib, kerak aka. emas, ol. Chirigan-puriganlarni ham solib beraman. Siz to'xtab turing sizga. Sam ushlab turing. Mana o'rtada savdo qilamiz deguncha ham soat 5 bo'lib qoldi. O'zi bozor yig'ishtirishyapti. Bozor tugayapti, o'zi hamma qaytyapti. Videoni shu joyigacha men hozir faqat bozordagi mehnat topib chiqib berdim. Qanaqa mehnat qiladi, bozorda ishlash uchun nechida kelish kerak, qanaqa bo'ladi. Endi videoni qiziqroq joyiga keldi. Bugun ishlab qancha pul topdim, qancha foyda qildim. O'shani hozir hisoblab sizlarga video oxirida aytaman. O'zi videodan asosiy maqsad ham shu. Bitta bozorda ishlab turib, bozorda ishlash qancha mehnat talab qiladi va qanaqa pul topsa bo'ladi, mehnat qanaqa, qiyinchilik qanaqa, shularni yetkazim degan umiddaman. Xullas o'rtoqlar, hisob-kitob qildik. Bugun bir kunda meni qilgan savdam 2.380 ming bo'pti. O'zimga qolgan mehnatim uchun qolgan sof foyda meni o'zimga ish haqqim 350 ming, yeb ichish, obedlardan tashqari 350 ming so'm bo'pti. Ular shunaqa bozorda ishlab bir kunda 350 ming topsa bo'ladi va bozordagi talab qiladigan mehnat shu. Ertalab kelish kerak, piyoz, kartoshka, sortirovka qilib savdo. Xullas bozorda bir kunda ishlab 350 ming pul topsa bo'ladi va mehnat shu. Xullas o'rtoqlar, ketamiz уже tugadi. Ish tugadi, uyga ketamiz endi. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Davay, charchamanglar. Unda